Toshkent shahar Yunusobod rayoni Hasanboy ko'pchilik biladi. Bizda sotilayotgan 3 ta uchastkamizda patluchi bitgan. Kommunikatsiya, kanalizatsiya hamma narsalarimiz bor. Shunda baraka ko'chaga kirishingiz bilan chap tarafingizda ketma-ket 3 ta uchastkamizda 2 sotuga qurilgan 6 ta xonadan polnoценный podvollari bor, hovlisi bor, yozgi oshxonasi bor, 5 ta sanuzeldan iborat. Общий binomizda 300 kvadrat metr, narxi 300 ming dollardan bo'lib boshlashyapti, kvadratiga 1000 dollardan so'rab turishibdi. Xo'p, qarang. Asosiy darvozadan kirganimizda bemalol bitta mashinani olib kirsangiz bo'ladi. Yashil hududimiz bor. Podvolga tashqaridan ham uy ichidan kirib chiqsangiz bo'ladi. Yozgi oshxonamiz bu tarafimizda esa bizda tashqi sanuzellarimiz ham mavjud. Bu tarafga o'zingizga moslab tapchani o'rnatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Birgalikda ichkarini ham ko'ramiz. Asosiy eshikdan uy ichiga kiradigan bo'lsa, bizning o'ng tarafimizda kattagina hovlimiz kutib oladi. Keling, chap tarafdan boshlaymiz. Bizda har doimda birinchi oshxona boshlanadi. Tepli pollarimiz mavjud, radiatorlar ham mavjud. Bu tarafga o'zingizga chiroyli, xohlagan rangingizda stroyni kuxnya garnitura uстановка qildirib, mazza qilib foydalanasiz. Keling, davom ettiradigan bo'lsa, chap tarafimizda bizda zalimiz keladi. Zalimiz juda ham katta, mehmon kutadigan xonamiz. Orqa tarafdan kichkinagina hovlisi bor, yorug'lik tushgan, havo aylanishligi juda ham chiroyli o'ylab qurilgan. Keling, davom etamiz. Birinchi etajimizda bizda sanuzellarimiz общий. Chiroyli, qimmat, sifatli kafelar taqilgan. Chap tarafimizda yana bitta spalnimiz mavjud. Keling, birgalikda pastki podvolga tushamiz. Полноценный podvol bo'lgan zo'rdek kattagina ploshit. Mana shu ploshitni o'zini Mamatga bilyard bilan o'rnattirib, Mamatga домашний kinoteatr o'rnattirib, mazza qilib yashiladigan joy. Keling, hop, o'ng tarafimizda bizda kotelni, to'g'rimizda esa bizda sanuzelimiz bor. Shu bilan bizda yana bitta xonaga bo'lib qo'yilgan yoniga garderobni, как o'zingiz uchun личный kabinet, ofis qilib foydalansangiz bo'ladi. Birgalikda ikkinchi etajga chiqamiz. Xo'p, ikkinchi etajimizga chiqishimiz bilan bizda kattagina bu tarafimiz prixoshka va hamma xonalarga sanuzellarga bo'lingan. Keling, o'ng tarafdan boshlaymiz. Bu birinchi xonamiz. Bu ikkinchi etajda o'sha sanuzellarimiz ham mavjud. Dushroq kabina o'rnatilgan. Xo'p, bu tarafimizda bizda spalnimiz bor. Bu spalnining o'zida o'zining sanuzellari ham mavjud. Sanuzellari ham yo'q, katta-katta dushroq kabinalar o'rnatilgan. Yo'g'imizda bizda yana bitta spalnimiz bor. Ranglari zo'r tanlangan, remont sifati ham yaxshi. Ayib topamiz. Kelib joy ko'rsangiz albatta sizga yoqadi. Bu yog'imizda yana bitta xona, oxirgi xonamiz. Bu yoqni как zal qilib, yana bitta mehmonxona qilib foydalansangiz bo'ladi va kichkinagina terasa balkon joylarimiz ham mavjud. Shu ko'rgan uchastkamizda 300 kvadrat 2 etaj полноценный podvollari bilan remont holatini ko'rdik. Juda zo'r qurilibdi, juda ham chiroyli ranglar tanlanibdi. Narxi 300 ming dollarda, bu boshlang'ich narxi. Telefon raqamlarini qolaman, aloqaga chiqasiz.